nima bezovta qiladi? Shu belimda reja bor. Xo'sh. Deyishdi. Mana oyog'im, ikki oyog'im tizzadan pasti yaxlab turadi, uvushib turadi postoyanno. Ikkita oyog'ingiz bormi? Ikkovim. Ko'proq qaysi biri? Mana shunisi ko'proq. Ha, qancha vaqt bo'ldi boshlanganiga? Bir oycha bo'ldi hali. Ha, bir oycha bo'ldi. Oldin yaxshimidi? Avval yaxshi edi. Ha, qarang, shu boshlangan vaqt nimadan deb o'ylaysiz? O'zingiz nimadan bo'ldi deb o'ylaysiz? Endi men og'ir ko'tarishdan deyman. Ha, nimaga ko'tardingiz? Endi savdo qilaman-da, sahiydan bolaga necha narsa tashiymiz bizlar. Bo'ldi, shunday deng-da. Shu nimadan bo'ldi desam, shuni ham malades. Endi qarang, endi hozir biz sizni davolasak, yana borib ko'tarsangiz bundan battar bo'ladi. Yo, endi borib ko'tarmaymiz. Yo, aytib qo'ying-da. Yo, endi Ba'zilar aytadi, doktor yana oryapti deydi-da, boradan darrov og'irlasa ko'taradi. Hozir biz uni joy-joyiga keltiramiz-ku. Ko'targanimizdan keyin siz ana shunday rejim qilib turishingiz kerak. Xuddi gipslangan ana qilib yurishingiz kerak. O'sha yerga yuklama, nagruzka tushirmasligingiz kerak. Nagruzka tushsa, yana eski joyiga silishib ketadi. Ketib qoladi. Shuning uchun uyga borganda iloji bo'lsa hojatga ham o'tirmasa, ugnitazga o'tirishingiz kerak. Ugnitaz bor-ku, hamda o'tirsangiz bo'lmaydi. Keyin sakramaysiz, yugurmasligingiz kerak. Turnikka ham osilmaysiz. o'zim o'ylab olsam. Qara, velosiped, ot, eshak, araba, keyin qattiq mashinalarga o'tirmaysiz. Mana Damas'ga, Labo bor-ku, yumshoq mashinalarga o'tirasiz. Necha oy endi? 20 kun kamida. Ha, 20 kun bo'lsa chidaysiz. Kamida 20 kun bo'lsa 1 oy. Juda yaxshi bo'ladi, 1 oy bo'lsa. Ha, endi qarang, endi hozir o'tirib tura olasiz. Ha, ko'rasan. Ha? Yo'q, unday o'tirib tura olmayman. Qani? Ha, o'tiraman. Aha. Endi qo'limdan o'qimasam, menday qilmasam tura olmayman. Ha, tura olmaysizmi? Ha, egilsangiz. Mana bir nima shunday ushlab turibdi hozir. Qani, qayerda? Mana shu yerda. Aha, bo'ldi. Mana chap tarafda ko'proq. Yo'q, mana yerda. Ha, o'ng tarafda. Ha, shunday deng-da. Egilsangiz-chi, egilsangiz. Ha, egilaman. Hop, qo'lni yerga qo'ying, ha, malades, bo'ldi. Keyin qanchaga chiqalasizmi? Qorningiz bilan yo'qdan, shoshmang, mana bu bitta to'g'ri. Mana chiqinglar. Qorin bilan yoting. Qorningiz bilan. Tak. Tak, qo'lni orqaga qo'ying. Qo'lni. Hozir ko'ramiz. Qarang, bo'yinlaringizda og'riq bormi? Bo'yinlaringiz og'riydimi? Mana shu yerim og'riydi. Ana doktorga davolangandan keyin birinchi kundan yo'q bo'ldi shu yerda og'riq. Hozir qarang, hozir mana bu yerlarda og'riq bormi? Mana bu yerda-chi? Yo'q. Bu yerda yo'q-a? Yo'q, unda yo'q. Mana bu yerlarda? Yo'q, ana shu yerda massaj qildirdik. Mana bu yerda-chi? Sal pastroqda bor. Mana bu yerda bormi? Mana shu yerda bor. Qarang, chap tarafingizda, og'riq. Ha. Qarang, mana bu yerda og'riq bormi? Mana shu yerda. Yo'q. Bu yerda-chi? Mana shu yerda. Ha, mana chap tarafim bu yoqda-ku. Lekin oyoq bu tomon tashlab yuboryapti-da. O'ng tarafmi? Ha. Ha, bo'ldi. Mana bu yerda-chi? Yo'q, bor ekan, o'sha yerda. Mana bu yerda. Endi yo'q. Bu yerda. Yo'q. Mana bu yerda bor. Tortishadi. Yo'q, hozir bossa og'riryaptimi? Ha. Bu yerchi? Bor. Mana bu yerim bor. Ha, bo'ldi. Nimaga bu chap tarafda og'riq bu o'ng oyog'ini bosolmayapti? Mana shu grijasida qarang, bitishini tortyapti. Qarang, osmonga qarab yoting, osmonga qarab. Osmonga qarab tortamiz. Yo'q. Bo'yningizni Uvushib yotdi, qarang. Shuncha uvushadi, yaxlab uvushadi. bo'yningizni ham bir tortamizda, sal bir o'rtaga yoting, Asroq O'rtaga. Ha, ana shunday. Bo'ldi. Burking, tizzangizdan burking. Asta tortaman, qo'rqmang. Ha, malades. Unisini ham. Bo'ldi, endi bo'yningizni bir tortamiz. Mana shunaqa pasi. Sen verlab yoting, verlab. Bo'ldi, ha, ko'tarib bo'yningizni. Rastda yurib ketaman, Ha, xudo xolisa. Hozir hassa bilan yuribsiz, ha? Ha, hassa bilan. Necha kun bo'ldi hassa bilan yurganingiz? Doktorxonadan hassada keldim, ishonsangiz. Oyoq bilan bor. Bosdim, Oyoq bilan bor, hassada keldi.
doktorda. Yok, bir adım kızım. Bir adım, yani bir adım. Ha, kattık basın. Boş koy, boş. Boynunuz taza vuran bir değil siz. Götürin. Götürin boynunuzu götürin. Harcınlap gitti. Kırçıladı mı? Ha. Bu mesela kana yana karnımızda yatağımız. Ha. Hani yastık koyarız. Yani. Hali siz hiç bunaqa bormagansiz bunaqa lecheniyaga? Yo'q da. Ha, faqat doktorga bordingiz. Doktorga bordim. Necha kun yotdingiz? 10 kunmi? 10 kun yotdim. Mana shu yerda Samarqandda. Ha, Samarqandda. Ha, bir boshini. To'g'risi bitta ham foyda ko'rmadim. Faqat Samarqandda bir 10 kun yotdingiz. Boshqa yerda davolamadingizmi? Shoshmang. Uyda ham davolandim buyragimga. Xo'sh. Bize buyurekti. Ha, buyrag'ingizda ham bormi? Ha. Shamollagansizmi? Ha, shamolladim. Uni zo'r davoladik. Aziya Ha. midi. Ha. Mana shunaqa. Qayerda bu Aziya Media? Yo'l ustida edi. Ko'rsatdim. Yo, shahardami? Shahar, Samarqandda. Samarqandda. Sonda qo'ying. U kishi lekin yaxshi davoladi dedim men. Ha. Bismillah deb boshlaymiz bo'lmasa, sen og'riqli bo'ladi. Voy, juda ortmaydi ekan. Ha, bu yoqda kulib turib yotaverasiz. Kulishga nima ekansiz-ku? Bismillah deb boshladim. Ha, asosan sekin uraman men hali ham, sekin. Masaj qilib uramiz, qo'rqma. Boshingiz og'rimaydimi? Og'riydi. Ha, og'rimaydigan bo'ladi boshingiz. Mana bu yerda bo'yningizda ham bor. Sal besingizni kamaytirishingiz kerak ekan. Garmon berdi da bu paçkalab ishdi garmonni. Qirqta ishdim. Nima buyrag'i shamollagan? Yo'q, grechasini shu davolagan hali doktor Mansur bir bola uchun. Garmon berdi. Shunga yana shoh ketdim. Garmon bekor ichibdi-da. Shuni ichmay dedim. İçmesen yaxshi bo'lmaydi dedi. Garmon bergani uchun og'riq yo'qolganda, bo'lmasa og'riq bo'ladi. Garmonsiz davolanmaydi. Tak, shoshmay turing. Qarang, mana chap tarafingizda o'yqami? Og'riydimi? Boshqalar ursa og'rimaydi-ku, sizniki nima og'riyapti? Bola boqaman deb mana shu narsa olib Ha? kelmadi. Bozorda bola boqaman deb narsa olib kelmadi. Shoshmay turing. Shoshmang. Qani bu yoqchi? Bu yoq og'riydi, bu yoqcha. Qaysi taraf ko'p og'riyapti? Bu yoqmi? Bu yoqmi? Qaysi tomonga boryapti? Bilmayapti o'zi. Deb turaveradi. Bu yoqda kulsangiz bo'lmaymi? Yig'layapman. Bir haftada meni o'ldirishga boraman. Ularning ichida. Hozir. Ha, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa hozir. Faqat kulib turish kerak har zamonda. Kulmasa yaxshi bo'lmaydi uncha. Yeb qo'ydi. Bir haftada meni boraman deb. Mana asosda damoni qilamiz-da. Shunday qilib yuragim yomon bo'lyapti. Ha, tushasiz. Mana 1 minut 2 minut yoting, tushasiz. Ancha vaqtdan beri bu yuk ko'tarib yurganda bu kishi. Bu grejasi juda nima? Eski bu. Birdan ushlab qoldi. Maniki o'tirdi. To'xtang, hozir. Qara terga tushib ketdimmi? Hozir tushasiz pastga.
Tak, hazır. Atacağız. Gerek olsa yana çıkarsınız. Asistan tamam deyiz. Ne tamam. Buldu karay. Tamam yatarsın o zaman tamam. Hazır yatın. Bir 2 minut 3 minut yatın kan düşeriz ki. Keyin ko'ramiz asistan yana. Ha kulmay qoldingizku? Ha? Hop. O'zi sizni birdan kelganingizdan birdan chiqarib qo'ydi qizimiz kerak ekan. Shunday qara terga tushib ketdim, terlab ketdim nimagadir. O'zi terlaydi bu yerga chiqqanida hammasi shunday, hamma terlaydi. Umuman bundan ter chiqmaydi-da o'zi. Ha? Men terlamayman. Terlamaydi bu bitta Bir terlamaydi. xil odam terlamaydi. Terlagan yaxshi. Terlagan yaxshi. Mana zahar chiqib ketadi-da terdan. Shunday doktor lekin sizga juda ixlos qilib keldim. Ha, yaxshi bo'lasiz, xudo xolasa. Qarang, endi bismillah deb qarang, oyog'ingizni bunday tushiraman. O'zi qarang, ana shunday. Ha, Ana shunday tushing. Oyoqlar uzoq uzoqlashtirmang bir-biriga. Uzoqlashtiring. Bir-biridan uzoq qarang, mana bunday qilib uzoqlashtirmang. Keyin qarang, mana bunday qilib, keyin burolmay turasiz, bunday burolmay. Faqat mana egilasiz, o'tirmaysiz mana bunday qilib. Yerga o'tirmaysiz, faqat stulga o'tirasiz. Ana stul bor-ku. 20 kun bir oy. Yerga o'tirmaysiz. Mana bunaqa qilib oyoq o'tiramiz-ku biz almashtirib. Bunaqa qilib o'tirmaysiz. Yuring qani endi. Yo'q, ushlamang, hech narsani ushlamay yuravering. Oyog'ingizdan sudrab bosadigan. Shitib Qoldim-da. qoldi-da. Ne davlenangiz yo'qmi? Bu qon bosimingiz, qoningiz? Bunda ham bor, lekin har doim ham chiqib turmaydi. Yo'q, oyog'ingiz aytganda qiladimi? Oyog'im aytgani qilaydi. Ha. Qilmay shundan keyin qilmay qo'ydi. Ha, bu og'riq bo'lgandir-da. Og'riq bo'ldi-da. Ha, siz ushlamasdan yuring, qani nima bo'ldi? Nima o'zgarish bo'ldi? Asta sekin yuring. Yengillashyapman, qandaydir. Yo'q, yengillashganingiz mayli, og'riqlarni aytyapman. Urgan joy og'riydi. Urgan joyda O'rgancha og'riyapti. eski og'riqlarni ayting-da. Eski og'riqlar. Eski og'riqlar shu. Urgan joy bir hafta og'riydi, bir hafta. Ezildi-da u yerlar. Ezildi. O'sha joyga menamazin surtasiz. Menamazin. Har kuni yotishda bir marta surtib, massaj qilib yotasiz. Tushundingizmi? Bunday qilsam mana ushlamasam turolmaydim. Bunday qilib ushlaydim. Keyin Qarang, hozir qarang, hozir o'tirsangiz tura olasiz. Prosta yana boyagi joyda oylab turishingiz kerak-da. Ha. Qaymayli bir marta o'tirib turing, qaymayli bir marta o'tirib turing. Ushlamasdan hech narsani ushlamang, o'tiring. O'tiring, hech narsani ushlamang. Bo'lib turing endi. Ushlamang, hech narsani ushlamay turing. Ushlamay tur deyapti. Tura olasiz. Yo'q, turolmayman. Yo'q, og'ringiz ko'tarilmayapti, kuchingiz yo'q. Kuchim yo'q. Og'riq yo'q, kuchingiz yo'q. Kuchim yo'q haqiqatan. Siz harakatsiz ham bo'lib qolibsiz. Shunday deydi doktor. Shunday deyapti. Shunday deydi Doktorlar shunday deyapti. Umuman manada deydi, muskul yo'q deydi. Harakat qilishganda yurmasangiz kuchingiz qayerdan bo'ladi? Ha, madoringiz yo'q. Shunday, madorli. Ha, yuring qani endi, asta yuring. Bu bir ish qilmaydi-da, qor bozorga boradi, bozorda saylama ovqat yeydi. Shundaydir, ish qilmayman doktor. Ha, bozorga borsa ish shu. Bozorda iladi narsalarni sotadi, yana kelar yotadi. Qaysi bozor? Mir bozorda. Bir bozor. Yotadi, Ha. sotadi, saylama ovqat yeydi. Hassan mana qo'llab beraman. Hassan bor-ku. Ketetsam qandaydir oyog'im bir qalqib ketamanda yiqilib qolaman. Ana shu uchun olib beraman. Muvozanat saqlaydi. Muvozanatim saqlanadi. Bo'ldi, tushundim. Qancha vaqt yursangiz shunday bo'ladi. Har zot bunday qilib ketadi. Ha, qancha yursangiz, necha metr yursangiz. Opa, sizni uyingiz qayerdan qayergacha? Ayvondan anaqqacha borsam bir bo'laman. Yo'q, shuni taxminan ayting. To'shni shart aytamas. 50 mi? 50 metrlarda bir shunday bo'laman. Hozir yurib ko'rasiz-da endi hozir shu yerda. Qarang, hozir uyga borganda borku, ko'p yurmaysiz. Ko'p yursangiz uni qiladi. Asas. Chunki borku, ko'p yuraversangiz desingiz og'ir-ku. Mana bizlar mana bu yerda shiljigan hozir. Mana bu yerda. Shunday deydi. Ana umurtqa, ana bo'lgan deydi. Mana bu tarafingiz, qarang, tos bilan dumbg'azani orasida haligi bor, bo'g'im bor. Shu bo'g'imda oldidan ana o'tadi, sidanishni. Ha, ana shu. Shunday Sidanishni deb qisib qo'ygan. Shunday deb Ana o'yladim. shu sidanishni deyapti, biz hozir o'sha men hozir joyiga soldim-da.
Besingiz og'ir, ko'p yuraversangiz yana asta eski joyga ketaveradi. Shuning uchun qara bir 50 metr, 100 metr yuringda keyin o'tiring. O'tiring. Bo'lmasa yoting. Keyin yerga o'tirmang, faqat stulga o'tirasiz. Faqat yotgingiz yotasiz. Bunday chapma-chap. Faqat yotish mumkin, stulda o'tirish mumkin. Boshqa ana yo'q. Yerda o'tirmaysiz. Hojat qila borsangiz unitazda o'tirasiz. Bo'ldi. Mana shu yuring qani yana hozir. Siz bilasizlar. Yengillashganda ya. Ya menga yengillashganda. Yengillashgandimi? Yengillashdimi? Yengillashdi. Ha, shunday denglar. Kuning qani endi? Muvozanatni yo'qotish nimada, doktor? Muvozanat yo'l ham o'sha nervdanda. Hozir 100 metr yursin, tashqari chiqingda. Tashqari chiqing, bemalol yuradi. Shu yerda yurasiz 50 metrda. Shu yerdan aylanmayman. Kuning qani? Mana nimani sezyapsiz endi hozir? Bu yoqqa qarab burilib yuring, bu yoqqa yuring. Qani endi mahkam bo'syapti. Ha, nima qilyapsiz? Oyog'imni mahkam bo'syapti. Ha, oldin bunda qasib bosolmasdingiz, ha? Ha. Hassa dedim-ku. Ha, hassa bilan yurardingiz. Bo'syapti hozir. Aha. Mahkam. Men hozir bir ana bo'ldi ekan. Ha. Ya bu kalla ağır. Hali Ona git qolyapti-da. ha, hozir qarang, hozir chalasi bo'lishi mumkin. Hozir bizdan tushdingiz-ku. Hozir yana bir ko'ramiz, xohlasangiz. Chiqasiz yana bir marta. Ha, yana u yoqqa yana bir marta borib keling. Qo'rqib bosadi-da, Yiqildimda, 3-4 marta yiqilgan. Ha, qo'rqib qolganda bu kishi. Ha, keling qani. Ha. Bo'ldi, mana pashti yaxshi bo'ldingiz. Ha, enkaysan bo'lan. Ha, enkaying endi, enkaying ko'ring. Enkaying. Yo, to'xtang. Enkaysa mana yerda achish bor. Urgan joy u. Ha, yo hozir yo'q ana shu achish. Urgan joy og'riydi lekin. Ha, og'riydi dedingiz. Avval enkaysam turolmaydim-da, hassasiz turolmaydim. Aha, hozir turyapsiz, ha? Hozir turyapman. Achishlar qandaydir yo'q. Ha, endi o'tiring qani yerga. O'tiring qani. Ha, menga qo'lim shunday turing endi. Asli men ushlamayman. Ushlamay turing. Meni visim ko'pda, unday turishga qiynalaman. Qanday hozir og'riq sezdingizmi? Yo'q, og'riq sezman. Ha, молодец. Aha. Endi qarang. Endi ichkariga kiramiz, yana bir marta salgina muolaja qilamiz. Qarang, shuncha joydan keldingiz-ku, uzoq joydan. Chaloqsiz qolmasin deyapman-da. O'zi yaxshi bo'ldingiz. Har ehtimol qarshi kontrolli. Ha. Kontrolli. Ha. Shu payt menimcha ana bo'lib qoldi deyman. Qachon? U yoqdami? Ha, uyda paytda. Ha, shunda bo'ladi. Qanday ilk neto harakat Ha, qilgansiz? shunday bo'ldimda. Ha. Qarang, chiqing qani yana bitta. Hozir ko'p oyoq og'riqlaringizni ham ko'ramiz. Hozir borib qoldimi, qamadimi? Asta chiqing. Qani, oyoqni iloji bo'lsa, ana shunday qilmang-da, ko'p ochmang. Ha, shunday. Orasini ko'p ochmang. Shundoq. Tak, peshonangizni shu qo'ying. Qo'lni yonboshqa qo'ying. Qani, endi ko'ramiz boya og'riqni. Mana bu yerda og'riq bor-da. Hozir bormi? Yo'q, og'riq. Mana bu yerda ham hozir bo'ladi. Bu keyin ketadi, asosda ketadi. Tizidan pastda kamroq bo'ladi, keyinroq ketadi. Lekin mana bu yerda bo'lmasligi kerak. Ha, yo'q, og'riq Bu yerda-chi? Yo'q, yerda yo'q. Ha, qarang, mana bu yerda-chi? Yo'q. Yo'q, ha? Ha, o'zi pastda bo'lib qolibdi o'zi. Bu yoqda-chi? Ay. Oh! Oh! Aha, ana shunday yoqda. Birinchi o'tirishda. Yo'q, o'tirishga stulda o'tiramiz. Oh! Oh! Qarang, boyagidek og'riq bor, yo'q ha endi urayotgan Yo'q, vaqtda. yo'q. Ha, joyiga tushsa og'riq pasayishi kerak-da. Oh! Ana shu yerda yo'q. Oh! Oh! Ana shunday turibdi. Mana bitta urayotgan yana. Oh! Boyagidek og'rimayapti. Yo'q. Oh! Ha, bo'ldi. Hozir shoshmay turing, 1 minut. Mana bitta uraylik. Jab bo'lmasa 15 minutga kelasiz. Hay. Boshlaringizni yengil qo'ygan bo'lsa kerak. Ha, boya yengil bo'ldi bosh. Oh!
Tak, bo'ldi, tushing endi asta. Asta. Ha. Qarang, oyog'ingizni o'zim shoshmang, o'zim oyog'ingizni bitta tushiring. Shoshma, Ha, shunday. YouTube'da ko'ruvdim uni. Ha, shunday qilib tushiring. Boya aytgan anavda ishda u. Ha. Ayta kuchida ko'rdim sizni. Aha. Ha, qarang endi bir aylaning, ikki aylaning shu asta. Yo'q, dam olasizmi? Endi umuman makka bo'syapti. Ha, yaxshi. Endi makka bosdi. Boyagidan ham yaxshi. Ha, boyaga Ha. yaxshi. Makka bosdi hozir. Молодец, yaxshi. O'zi bildimda. Ha. Yaxshi bo'lib ketding. Rahmat. Ha. Xo'sh, nima deysiz endi? Gapirim qani? Nima bo'ldi? Qayerdan keldingiz? Yoshingiz nechida? Samarqand viloyati Narpaydan keldim. Ha. Shu kelganimda og'riqlar bor edi. Hozir mashinada ham juda ba'zir keluvdim. Aha. Men tekka o'tirib keluvdim. Ha. Hozir ancha. Hassa bilan keldingiz, a? Ha, hassa bilan keldim. Aha. Ha, hassasiz yurib ham keldim yoqacha. Ha. Yaxshi, oyog'imda makka bo'syapti. Necha metrlar yurib keldingiz? Bir 400-500 metr yurib Bor keldingiz? edi. Ha. 500 lar bor edi. Og'riq yo'q. Yo'q, og'riq yo'q, xudoga shukr. Ha, yaxshi. Ha, shu kalta kecha desa bo'ldi ekan. Ha, tavsiya qilsa bo'ladi, a? Tavsiya qilsa bo'ladi. Ha, yaxshi. Nasib bo'lsa bozorchilarga tavsiya qilamiz. Siz bozorchida? Ha, biz Bir bozorda savdo qilasiz. shunday. Ha, boramiz, savdoga boramiz. Nasib. Ha, nima kiyim-kechakmi? Kiyim kechaga. Ha. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Tavsiya qilaman keyingizlar. Aha. Sog' Juda bo'ling. yaxshi bo'ldim men, lekin o'zimdan qildimda. Yengil his qildim. Молодец, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Endi borgandan keyin